أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Anfal suresi 2. Nahayeti şefqatlik, tolumu mihriban Allah'ның ismi bilen başlayman. Ey müminler! Bilinglar ki Allah sizlarni ega qilgan pul mollaringlar, Allah sizlarga ato qilgan farzandlaringlar sizlarni shukr qilamdi yoki tuzkurlik qilamdi deb berilgan sinoqdir. Bilinglar ki itoat qiluvchilar uchun Allohning dargohidagi mukofot va yaxshilik nihoyatda kattadir. Ey Allohga, uning payg'ambariga iymon keltirgan va islom shariatiga amal qiladigan kishilar, agar sizlar Allohning buyurganlarini o'rindab, man'iy qilganlardan yinib, uningga taqvodorlik qilsanglar, Allah sizlarga haq bilan botilni ayirib oladigan ong sezim ato qiladi. O'tganki barliq gunohlaringlarni mag'firat qiladi, sizlarni afv qiladi, jazoga tatmaydi. Allah katta fazil karam egisidir. Ey payg'ambar, shuni eslaginki, o'z vaqtida qavmingdan bo'lgan mushriklar seni Makkada qamoqqa ilish yoki o'ltirish va yoki o'z yurtingdan haydab chiqarish uchun suiqasd planlagan edi. Ular suiqasd planlagan bilan Allah ularning suiqasdini barbod qilib o'zlariga qaytarib etdi. Allah kofirlarning planlarini ana shundoq barbod qiladi. Allah suiqasdlarni barbod qiluvchilarning eng yaxshisidir. Allah ularni ular tuymagan yerdan jazolaydi. Allahni inkor qilgan ashu kofirlarga Qur'on oyatlari tilovat qilinsa, ular nodonligidan biz bundoq so'zlarni burunma anglagan edik. Agar xohlasak, bizmo albatta uningga o'xshash so'zlarni qila oldik. Ey Muhammad, sen bizga o'qib berayotgan bu Qur'on burunqilarning afsonalaridan boshqa narsa emas dedi. Ey payg'ambar, mushriklarning o'z vaqtidagi so'zlarini eslaginki, ular Allohga duo qilib, ey Allah, Muhammad da'vat qilayotgan bu din agar haq bo'ladigan bo'lsa, osmondan ustimizga tosh yog'dirg'in yoki bizni qattiq azob bilan jazolag'in dedi. Ey payg'ambar, sen u mushriklarning ichida turgan muddat ichida Allah ularga azob qilmaydi. Ular gunohiga tavba qilib turganda Allah ularga azob qilmaydi. Ular Allohning do'stlari bo'lgan mu'minlarni masjidi haramga kirib, Ka'bani tavob qilishdan va u joyda namoz o'qishdan to'sqan tursa, Allah ularga qandoq muazab qilmasin. Halbuki ular Allohning do'stlari emas. Allohning do'stlari faqat Alloh buyurgan farzlarni ado qilib, man'iy qilgan ishlardan yiroq turadigan taqvodorlardir. Lekin bu kofirlarning to'lisi bu haqiqatni bilmaydi. Shunga ular boshqalar eng haqli bo'lgan ishni o'zlariga mansub qilib oladi. Ularning masjidi haramning yinidagi ibodati faqat isqirtish, chavoqchilishdan iborat bo'ldi. Ey kofirlar, sizlar haqdinni inkor qilganliginglar va kufrida haddinglardan eshib eng qabih qilmishlarni sodir qilganliginglar uchun Badr urushi bo'lgan kunidagi o'ltirilish va asirga ilinishdan bu azobni obdan tetinglar. Shubhisizki, Allohning birligini inkor qilgan va payg'ambarga osiylik qilgan kofirlar pul milini o'zlariga o'xshash mushriklarga berib, ularning insonlarni Allohning diniga kirishdan to'sishi va mu'minlarni iymondan chiqarishi uchun sarf qilyotdi. Ular buningdan keyinmi yana sarf qiladi. Ondan ularning sarf qilgan narsalari ularga hasrat ep keladi. Chunki ularning pul mili bekorga ketadi. Ular Allohning dinini yo'q qilish va kishilarni uningdan to'sishda g'alaba qilolmaydi. Mu'minlar oxiri ularni mag'lub qilmay qolmaydi. Kofirlar jahannamga to'planib, shu yerda azoblanadi. Alloh nopok odamni pok odamdan ayirib chiqish va hamma nopok odamlar bilan Allohning diniga qarshi sarf qilingan harom mollarni ustiga dövlab do'zaxga tashlash uchun Rabbini inkor qilgan kishilarni Allohning yo'lidan to'sishga mollarini xarajat qilgan ashu kofirlarni jahannamga to'playdi va rasvo qiladi. Ashu kofirlar dunyo va oxiratda ziyon tortquchilardir. Ey payg'ambar, Allohning birligini inkor qiladigan kofirlarga aytqinki, agar ular kofirlikdan voz kechsa va Allohning payg'ambariga dushmanlik qilishdan yinib iymon etsa, Allah ularning o'tganki gunohlarini mag'firat qiladi. Chunki iymon etgan kishining kofirlik vaqtidagi gunohlari afv qilinadi. Ey payg'ambar, agar u kofirlar sen bilan urushga yana qaytsa, yana sana dushmanlik qilsa, payg'ambarga dushman bo'lganlarni halok qilishdagi ilohiy qonun davomlashadi-da, u kofirlar tezla halok qilinadi. Ey mu'minlar, Allohga sherik keltirish, kishilarni Allohning dinidan to'sish qatorliq qilmishlar tugigan din, itoat va ibodat butunlay Alloh uchun bo'lgan va yer yuzida musulmonlardan balo ko'tarilganga qadar mushriklar bilan urushinglar.
Agar ular kishilarni dindan to'sishdan yenib, sizlar bilan birlikda haq yo'lda mengishni tanlasa, shaksizki ularning kufrdan yenib, iymonni tanlaganligini Alloh bilib turadi. Ey mu'minlar, agar ashu mushriklar sizlarning Allohga, uning payg'ambariga iymon aytish va sizlar bilan urushni to'xtatishdan iborat da'vatinglardan yuz o'risa, kufrdan va sizlarga qarshi urush qilishdan voz kechmasa, bilinglarki Alloh sizlarning madadkoringlardir. Ularga qarshi sizlarga yordam beradi. Alloh sizlarga nima degan yaxshi madadkor, dushmanlaringlarga qarshi nima degan yaxshi yordam qilguvchi. Ey mu'minlar, agar sizlar Allohning bir ekanligiga va haq bilan botil ayrilgan kunda, ikki qo'shin Badrda uchrashgan kunda Alloh Muhammad alayhisalomga nozil qilgan oyatlarga iymon keltirgan mu'minlardan bo'lsanglar, bilinglarki, sizlar Alloh yo'lida jihad qilib, dushmandan olgan g'animatning 5dan 4i jihadga chiqqan mujohidlarga bo'lib beriladi. Qolgan 5dan 1i 5 ulushga bo'lib taqsim qilinadi. Birinchi ulushi Allohga va payg'ambar alayhisalomga xos qilinib, u musulmonlarning umumiy ishlariga ishlatiladi. Ikkinchi ulushi payg'ambar alayhisalomning yaqin tuqqanlariga beriladi. Ular Hoshim va Abdul Muttallib avlodlari bo'lib, ularga sadaqa berish joiz bo'lmaydi. Uchinchi ulushi yetim bolalarga, to'rtinchi ulushi yo'qsillarga, beshinchi ulushi xirojatidan ayrilib qolgan musofirlarga bo'lib beriladi. Alloh hamma narsaga qodirdir, uni hech narsa ojiz qilolmaydi. Shuni eslanglarki, o'z vaqtida sizlar vodiyning Madinaga yaqin tarafida edinglar. Dushmanlaringlar bo'lsa vodiyning Madinaga yiroq tarafida edi. Qurayshning savdo karvoni sizlarning to'van tarafinglarda Qizil dengizga yaqin edi. Agar sizlar mushriklar bilan uchrashishni va'dalashgan bo'lsanglar, sizlar o'zinglarning ozligini, mushriklarning ko'pligini ko'rib, albatta buningga xiloflik qilgan bo'lardinglar. Lekin Alloh mu'min bandalarga yordam qilish, dushmanlarni o'ltirib yoki asirga elib mag'lub qilishdan iborat o'z irodasini amalga oshirish uchun halok bo'ladiganlarning ro'shan dalilini ko'rib, ondan halok bo'lishi uchun, yashaydiganlarning ro'shan dalilini ko'rib, ondan yashashi uchun sizlarni va'dasiz uchrashtirdi. Shaksizki Alloh har ikki firqaning gap so'zlarini anglab turg'uchidir, ularning niyatini va amallarini bilib turg'uchidir. Ey payg'ambar, shuni eslaginki, o'z vaqtida Alloh tushingda sana dushmanning sonini oz ko'rsatdi. Shuning bilan sen bu ahvolni mu'minlarga aytib bergandan keyin ularning irodasi kuchaydi. G'alabaga bo'lgan ishonchi oshdi. Agar Alloh sana dushmanning sonini ko'p ko'rsatgan bo'lsa edi, sahobalarning dushman bilan uchrashishda ikkilanib qolgan, qo'rqib ketgan va urush qilish to'g'riliq cho'qim talash tortish qilgan bo'ladi. Lekin Alloh sizlarni mag'lub bo'lishdan saqladi. Shaksizki Alloh dillardagini aniq bilib turg'uchidir. Shunimi eslaginki, o'z vaqtida dushman urush maydoniga kirgan chaqda sizlar ularning sonini oz ko'rib qoldinglar. Shuning bilan ularga hujum qildinglar. Alloh ularni tayyorliqsiz tursin deb, ularning ko'zida sizlarning soninglarni oz ko'rsatdi. Bu Allohning sizlarga nusrat ato qilishdan iborat, o'zi va'da qilgan ishni amalga oshirishi uchundir. Allohning so'zi ustun bo'ldi. Kofirlarning so'zi bo'lsa yer bilan yakson bo'ldi. Hamma ish Allohga qaytariladi. Alloh har kimga tegishli mukofot yoki jazo beradi. Ey Allohga, uning payg'ambariga iymon keltirgan va islom shariatiga amal qiladigan kishilar, kofirlardan sizlar bilan urush qilib kelgan qandoqli bir to'pga uchrashgan chig'inglarda mustahkam turinglar. Hargiz yengilib ketmanglar. Muvaffaqiyatga erishishinglar uchun Allohni ko'p yod etinglar va uningdan yordam tilanglar. Barliq ishlarda Allohga va uning payg'ambariga itoat qilinglar. Ixtilof qilishmanglar. Unda qilsanglar, dilinglar, so'zinglar birlashamay qoladi. Kuch-quvvatinglar ketib qoladi. Dushmanlar bilan tutishganda chidamliq bo'linglar. Chunki Alloh chidamliq bo'g'uvchilar bilan birlidir. Ularni qo'llaydi, ularga yordam qiladi. Sizlar o'z diyoridan cho'ngchilik qilish, o'zini ko'rsatish va kishilarni Allohning dinidan to'sish uchun chiqqan mushriklarga o'xshash bo'lmanglar. Alloh ularning hamma ishlarini to'liq bilib turg'uchidir. Allohdan hech narsa maxfiy qolmaydi. Unutmanglarki, o'z vaqtida shayton mushriklarning qilmishlarini o'zlariga chiroyli ko'rsatib, bugun sizlarni hech kim yengolmaydi, chunki men sizlarga madadkor degan edi. Ammo ikki qo'shin uchrashgan chaqda shayton kofirlar qo'shini bilan billa, farishtalar mu'minlar qo'shini bilan billa edi. Shayton farishtalarni ko'rib, orqaga chekindi va mening sizlar bilan hech bir aloqam yo'q. Musulmonlarga yordam berish uchun kelgan va sizlar ko'mayotgan farishtalarni men ko'rib turibman.
Мен растылы Аллахтан қорқыман деп ularni mat qildi. Shaksizki, Allohga osiylik qilib, gunohiga samimiy tavba qilmaganlarga Allohning azobi haqiqatan qattiqdir dedi. Shuni aslanglarki, o'z vaqtida dillari ikki yuzlamachilik va shak kasaliga giribdor bo'lgan munofiqlar musulmonlarning sonining ozligini va dushmanlarning sonining ko'pligini ko'rib, musulmonlarni ularning dini aldab qo'ydi. Shunga ular o'zlaridan ko'p sonli qo'shin bilan urushdi degan edi. U munofiqlar Allohning va'dasiga chin ishonib, uningga chin qalbi bilan tayangan kishilarning cho'qim g'alabaga erishdiganligini, Allohning ularning umidini yerda qo'ymaydiganligini bilmagan edi. Allah haqiqatan g'olibdir, uni hech narsa ojiz qilolmaydi. Allah barliq tadbirlarda va amr farmonlarida hikmat bilan ish qiluvchidir.